tarbiyalashni o'zim bilaman. Bundan ko'ra qo'liga kitob berib, yodlatib tarbiya qilsangiz bo'lmaydimi? Sizlar ham o'qituvchisizlar-ku. Sizlar ham jazorisizlar-ku bolalar. Hamma ham siz aytgan usul bilan tarbiya qilmaydi bolasini. Bu ishingiz to'g'ri emas. Qora, kimdir bormi? To'xta! To'xta otaman. Joyingdan qimirlama. Nari chaqiringlar. O'z vazifangizga mas'uliyatsizlik bilan yondoshganingiz, o'sha jinoyatchini olib qochganingiz bo'yicha ayblovlar bor. Siz ham qidiruvdagi odamsiz. Ergash aka, qanday qilib sizga ishonaman? Kecha bizni xodim bilan uchrashdingmi? Men sizlarga javob berishga majbur emasman. Menga qara, gapir. Birovni ayab o'tiradigan ahvolda emasman. Hey aka, qanaqa odamsizlar o'zi? Men sevimli xotinimdan bolamni onasidan ayrilib o'tiribman. Qani o'sha maniyak topdinglarmi? Odamlar ko'chaga ham chiqolmay qolyapti-ku. Nima qilish kerak? O'sha joyga borishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Qotil o'sha joyga bekinganmi ekan? Buni bilmadim. Lekin aniq bilamanki, qotil bu joylarni yaxshi biladi. Xo'sh, nima taklif qilasiz? O'sha joyga borib yaxshilab tekshirish kerak. Ishqilib Sirg'ich sog'-salomat bo'lsa bo'ldi. Ergash aka. Siroj qani? Sirojga nima bo'ldi? O'g'limga nima bo'ldi? Qani o'g'lim?